ko'pchilik o'qitganlar. Mani o'qitganlar. Akamni o'qitganlar, sizni ham o'qitganlar. Ro'shanni o'qitganlar. Mana qaynim 10 yil o'qiganman bitta sinfda mana. Ko'pchiligimiz o'qitgan ekanlar. Lekin Dilshod ham o'qitganlar. Dilshod o'qitganlar. Dilshodga padarka berib yuborsam, oyim rahmatli. Bayramda. Bayramda anaqa nima olib ketyapsan sizlar? Hali padarka olib ketyapman. Qani ochib ha, yoqmay qolsin. Maktabga boring, keyin beraman deb likillagan. Qochgan ekanlar. Dilshod qochib ketgan ekan. Oldilariga tushib. Lekin Shahnoz 1-sinfga chiqqanda bir kun papkasini ko'tarib borganini ko'rib 4 yil papkasini ko'tarib yurganlar. Qo'l yarib, qo'l qavarib chiqqan. Tufay bo'lib chiqqan qo'llar bir kun maktabgacha papkasini ko'tarib borgan. Uzatsam ham borib ishlaringni qilib kelaman dedilar. Hovliga tushiraman sani. O'zim borib ishimni qilib kelaman. Ishingni qilib beraman dedilar. Lekin 4 yil papkasini ko'tarib olib kelganlar. Mendan ham qizig'i bor. Zuhraning to'ylari, to'y kezlari hammamiz endi to'yga ketyapmiz, harakat qilyapmiz deb. Hammamizda yosh bolamiz. Yosh bolalar bor. Bolalarimiz ketma-ket. Zuhra o'zi eng kichkinamizda. Doim Zuhraga tashlab ketardik-da. O'z Zuhraning to'ylari bor. Voy endi bolalar nima qilamiz? Nima qilardik? Zuhraga tashlab ketamiz, Zuhra qaraydi deganlar. Haligacha eslab shuni kulamiz. Zuhra qaraydi bolalarga. Zuhra o'z to'ylari. Haligacha eslab kulishamiz shuni. Lekin Zuhrani erkak bo'lganlari bilan hech ham erkak qilib anaqa qilmaganlar. Mana shu kenaylaring ketda yurib, kenaylar bilan baravar ish qilasan dedilar. Zuhra ham shunaqa qilardilar. Ko'proq masalan uchun oyim mana qilsalar ham biza tomon bo'lardilar-da. Keling, mana buni qilib ola qolaylik, mana qilib ola qolaylik deb. Keling olib qilib olardik. Keling olib bordik. Shunaqa deb turardi. Ish qilmasang ham kenaylaring oldida turdirdilar. Ko'zi bilan o'rganadi. Aytdilar, keyin kelin bo'lganda bari bilinar ekan, hammasini kerak bo'ladi. Qilganinglarni ko'rib qo'rqib ketdim. Shu sal narsaga xursand bo'lib kulib o'tirardilar-da. Kesib kelganimdan ayvonda o'tirardilar, to'g'rida. Eng birinchi o'sha yerga shuna to'g'ri qarardilar. Siz bo'ldi ko'rinadi. Shunaqa edi-da. Ko'rinmasalar oyim qandadir, hamma shunaqa. Bolalar anaqada akam Baxtiyor, endi sizniki eng katta o'g'illari bo'lsa, sizniki ikkinchi o'g'illari bo'lsa, keyin yana ikkita o'g'il. Ular qo'sh kelin olganmiz-ku ularga. Ular Baxtiyor bilan akam bozordan xuddi birovlarga qiladigandek mana paket bo'lardi, u payt qog'oz paketni oldirib qo'l mevalar olib kelishardi-da. Keyin kiyimlar ko'p olib berishardi, kiyimlar. Sizlar tanlasanglar kerak-da endi. Anaqa kiyimlar, hayitlarda har xil kiyimlar, yaxshi narsalar ko'p olib berishardi. Bir kun Ro'shan debdilar. Mana akanglarni qara, chiroyli qilib paketlarda chiroyli qilib narsa olib keladi. Keyin har xil kiyimlar olib beradi. Sen unaqa qilmaysan, men pul beraman, opa. Qurug'ini beraman dedilar. Ular ayyor akamgilar. Ular kenayimgilar ko'ynak olib berganda sizni urishmasinlar deb oldin sizga olib keladi. Men unaqa qilmayman. Men sizga qurug'ini beraman, pulini beraman deb qo'yardi. Keyin biz borsak, Ro'shan pastga bo'lib chiqqan edi. O'tirursa bor endi bolam, uxlagin, charchagansan. Yo, men ketsam qizlaringizga bekitib qo'ygan narsalaringizni chiqarib choy ichasizlar. Men mashta o'tiraman, mashtaga o'tiraman. Vashta choy ichaman hali kechasidir deb. Kulib, onam rahmatligim rosa kulardilar-da. Keyin voy olib chiqaqa narsalarni dedilar-da, choy ichardik. Anaqa qilib. Men yeng kelinligimda tushganimdan keyin anaqa oyimgilar xolamgilar bilan yotish o'ynashardi. Bir-biriga yotish o'ynashardi. Meni uyimga bu yoqqa zalga uzun qilib joy solardim-da. Keyin bu yoqqa bo'ldi, yotavering. Yo'q, voy o'tiraman, o'shalardan o'tirsa, voy oyim aytardilar. Voy keta qoling siz ham. Bir men bu xonalaringizga siz bir yomonlik deb kulardilar. Yo'q, turdim-da, o'tiraverardim o'shalardan kulib. Qiziq bo'lardi. Ularga qizuvchi bo'lishganda 5 ta opa-singil. Qizuvchi bo'lishgan hammaligi. Yoshning ichidan yayov kelishardi. O'rtadan kelishardi yayov. Ular bilan o'tirishga maza bo'lgan. Yotish o'ynardi. Mana hech qatdan qo'rqib qolmas edim, ketaverardim oyim bilan. Tog'amnikiga borganda anaqalarni tegidan o'tib, poyzonlar tegidan o'tib.
Ha. Mayli, Qancha- o'tganlar Alloh rahmat Rahmat qilsin, ish qilib. Jo'lar jannatda bo'lsin. O'rtoqlari bilan televizor ochilgan. Yangi nechinchi yilligi esimda, biz ham kichkinaroqda. O'rtoqlarimdan boradigan bo'lishibdi. Eson emas. Ovqatsiz 8 ming, ovqati bilan 12 mingmi shunaqa bo'lgan. O'sha yangi pasport bilan kirib, 5-6 ta o'qituvchilar. Endi bular Nazarbekdan borishgan shaharga. Kirib o'tirishsa o'sha 12 ming ichidagi narsalarni olib kelganda, aylanib kelaverarmishda. Bir narsa kerakmi, falan narsa kerakmi deb keyin bular xursand bo'lib, "Ay, shunaqa yaxshi ekan" deyishamiz. Onamgila soddalikda endi. Soddalikda. Ha, mayli deyishamiz, uni olib kelib berib, buni olib kelib berib. Ular hammasi pulli ekan, bular bilishmagan ekanda. O'sha 12 ming ichida deb o'ylashganda, voy kelibdilar endi bir tiyin o'z qolmadi, qoldi yayov kelishimizga. Anaqaga ham avtobusga ham pul o'z qolmadi. U palon-pul bo'lib ketdi. Restoran bo'lganda. Restoran bo'lgan. Restoran bo'lgan. Bir xil narsani bilishmagan ham. Bitta achchiq narsani olib keldingmi, ha desa, uni yeb bitta o'rtoqlari juda yomon bo'lib, achchiq narsa ekan, u buni yeb olib soddalikda qotib kuladilar-da. Soddalik o'zi qara deb qo'yadilar-da. Soddalik bo'lgan. O'sha paytlarda. Soddalik O'shalarni hamma ishligini chin dildan qilishganda. Bitta pokoleniya o'rtoqlari bilan necha yil ham birga ishlab. Ya, ana aytishadi-yu legendalar. Shunaqa legenda bo'lishgan. Ana kuni men kafega kirdim. Gapga bordik-da, o'sha yerda Damas topamdan o'tib ketasam, bittasi to'xtatdi-da, keyin anaqa sinisi ekan, pazdan. Keyin siz Zahra opam keldilarsizlar dedi. Desam, qaysi birlarisiz? Baxtiyor ekan, boqdim. Men kattasiman desam, voy Zahra opam zo'r edilar deb. Bizlar o'qitganlar, zo'r edilar deb Zahra opam deb. Davlat Zahra bezma tarbiyalardi deb baribir. Bizani hamma Nazarbekga hozir ham bilishadi. Juda endi kichkinalar bilmasa ham kattalar hammasi biladi. Juda obro'lari ham yaxshi edi. Yaxshi ishlashganda ular. Ishlashgan. Nadimada ishlashmaganda, astoydil ishlashgan. Mamlakatda Sanobarapa, Tojapa, mana shu legendalar. Ishlashgan ular. Bitta zo'r chiqib ko'ryapsizlar, zo'r anaqalar kelyapti. Instagramda ham 8-maktabda mazax tomosha qilaman. Ko'p eslashyapti. Kim bo'lsa ham baraka topsa, mana shunaqa narsani chiqaryapti, eslayapti. O'sha 8-sinf 8-maktabda o'qigan bolalar qotgan. Jim. Hamma eslab, ketgan bolalar qotgan. rasmlar tashab. Endi yana bitta qiziq anaqani eshitganman. Ikkita kelin o'zlarini tug'ilgan kunlari ketma-ket ekanmi? Ha, mana bugun bittasi. Bugun mana 8-da Barno, Barno, 9-da bular qo'sh kelin. Muxtabar. 10-da onamlarniki edi. Bitta yig'lardik. Buni atiqi bo'lmaydi. Rosa ajoyib bo'lgan ekan. Ularni qo'sh kelin qilib olganlar. To'ylarda endi u paytda anaqalar ham yo'q edi, o'zi uyda to'y bo'lardi. Hamma idish tavomi boshqa ham o'zi qilganmiz-da. Hammasini o'zimiz. O'zi qilganmiz, yuvish bormi, yig'ish bormi. Ikkala qo'sh kelinlar yaxshi bo'ldi, juda ham. To'y jo'natgan. Shunaqa yaxshi bo'lganki, endi farzandligi ham shunaqa bir xil bo'lgan, boshida qiz ko'rishgan, keyin bitta o'g'il, keyin yana qiz bir xil bo'lgan, bir-biridan kam bo'lmagan. Voy qo'shaloq 5 olganmiz. Onam rahmatli orzular. Qo'shaloq keyin ularni kattaroq bo'lganda bitta o'g'il edi. Qo'shaloq qilib o'g'il to'ylar qilganlar. Siz ham o'g'il to'ylaringizni qilishgan, sizni bolalar. Men to'ylarni qilganda bo'lgan. Ha, alohida sizniki ham oldin Yo'q, bo'lgan. yo'q, ikkalamizki bo'lgan. Rustamniki ham bo'lgan. Yo'q, bularniki boshqa bo'lgan u yoqda. Yo'q, bo'lgan. Yo'q, Rustam billa kesilgan. Ha. Billa kesilgan. Keyin bularni 4 ta o'g'illarini bitta o'g'il topishgan. Xudo xolam u yoqdan toy yasatib kelganlar. Onam bu yoqdan o'zlari yana bitta toy yasatib borganlar. Havasli bo'lganlar. Ha, ikkitasi bittaga o'tirsin, ikkitasi bittaga o'tirsin deganlar-da. O'tirishgan. Ikkita toyni olib kirishgan. Saida Rametova kelib, juda orzuli bo'lgan, chiroyli bo'lgan. Kutmaganda rosa odam o'qituvchilik kelib qolgan, shoshib joy qilganlar. Shoshib joy qilib, yugurib birdan kasetalarda o'shalar bor hammasi. O'qituvchilik kelib qolgan. Juda ko'p kelgan.
hammaligi shunaqa juda zo'r bo'lgan. Alloh rahmat. Fayzi boshqacha edi, Fayzi uyda qilgan boshqacha narsani edi, fayzi ha. boshqacha edi. ja xursand bo'lganlar o'shalarda Zamonasiga har bitta yarasha. o'g'il to'ylada rosa xursand bo'lganlar shunaqa uchib yurardilar eslasanglar O'sha yerda ham shoshib tomonxonada Hmm. narsalarni beryaptilar o'qituvchilarga qo'yyapmiz, biz ham yugurib yuribmiz. O'shalarni bir yig'ilsa xudo xolasa Ko'rardik. Ha. ko'ramiz, eslab, Listlarni shularni ko'rsak. eslab ko'ramiz xudo xolasa. ancha Ancha ko'pchilik odam o'tib ketdi u kasetada ancha ko'rsak. narsalar bor eslashga o'zi lekin odamlar kamtar bo'lganlar a? bor tillalarni ham taqmas edilar Yo'q, umuman taqmalaydi. taqmas edilar Umuman baxtiyor bilagiz uvloq bergan bergan. yo'q nima qilaydi deb taqmas edilar o'qituvchi bo'lib kamtar bo'lib o'tganlarda taqmas edilar tillalarini skromniy yurganlar xudoga shukur ancha orz havas ko'rdilar avvaliga ko'rdilar biza sizlar bilan qiz uzatganimizda qo'shaloq qilib chaqirib Choqalar qanaqa chaqirib. xursand bo'ldilar kuyovlarni chaqirdilar qizlarni chaqirdilar Bitta navara qiz Hmm. uzatdilar, bitta navara kelin oldilar. navara kelin oldilar Shunchalik ham ko'rdilar. ko'rdilar taxminan ko'rdilar. Ha, doniyor bolasini ham ko'rganlar Ha. doniyor Kamolani bolasini ham ko'rganlar. ko'rdilar kamolani bular bolasini ko'rdilar qovurdolariga bordilar beshuvlariga lekin yosh edilar man dovdirab qolganman 67 yosh edilar Yosh ketdi. yosh edilar mandan yosh edilarda Yosh. o'tganlarida man ham yosh edimda 44 yosh ekanman yomon bo'lganman lekin juda anaqa baribir yosh ekanmanda endi hali juda ko'p kerak ekanlarda menga o'shalarda o'ylasam Ay, to'ylada rosa bilinadi-yu. ha to'ylada bilingan Bolalarimizni nimalarni- o'ylantirganlarimizda rosa kerak. bir nimalarni eng birinchi onaga aytging keladi xursandchilik narsalarni hamma narsani. onaga aytging keladi rosa aytgim kelardi Oyimlardan keyin hamma hayron qoldi-yu, bunaqa bo'lasizlar deb o'ylamovdik. Qanaqa bo'lsanglar o'zgarmadinglar oyinglar mahallaridagidek. Xuddi shunaqasizlar. Xolam aytganlar. gapirdi-da, hamma Rahima xolam gapirdi. aytganlar. rahima xolam Mm. sizlarnikida Kiyib o'tirganman deganlar. o'sha yig'inlari bo'ldida yo unda uyda aytgan ekanlar Uyda uyda aytgan aytganlar, ekanlar uyda. qarab o'tirsam dedilar menga kelinlaring shunaqa imida jimida ekan sekin sekin anaqa qilib nima kam ko'st bo'lsa sizlar bo'lay turardinglar-yu endi u payt hamma yig'ildi uyda bo'lgani Uyda bo'lgan, ha. unda qarab o'tirsam tovushi chiqayotgan yo'qda kelinlaringni shunda sekin sekin pichib chiqyaptida bittasi ketyaptida birpasda ko'rpachami boshqami nima kerak bo'lsa olib kelyapti deb keyin anaqalarimiz bor ediku bizani ovqat qilib bo'lmaydi anaqa janozali uyda deb barno ketib odamlarga ovqat qilib kelibdi endi o'sha paytda man bilmayman endi mancha sal o'zim yo'qotib qo'yganman de barno borib odamlar loyu uncha muncha ovqat yemas edilar o'zlari yeydigan o'rami nimadir xamir ovqat qilib kelgan ekanda xolam aytdilar voy imidi jimida opam xo'p tarbiya qilgan ekanlar kelinlarni havosim keldi tovushi chiqayotgan yo'q sansalar qilayotgan yo'q bolalar ham shu ya deydilar u paytda endi anaqalar tugun tersakli paytlar anaqa tinmay non desa nonga ketyapti deydilar nimaga bo'lsa qaysi biri buyursa chopib ketyapti bolalar deb qarab kuzatib o'tirgan ekanlar xolam ha shunaqa degan ekanlar shunaqa dedilar Kim ko'rsa to'g'ri Zahra opam shunaqa kelin tanlaganlarki agar 4 o'g'ilni aralashtirib qo'yib 4 ta kelinni aralashtirib qo'ysa qaysi birini xotini qaysi biriligini любой odam bittada biladi. shunaqa deyishadi deyishadi. shunaqa moslab Shunaqadirdilar. Shunaqa moslab olganlar to'g'ri. moslab olgan Aralashtirib tashlanglar ham topib olasizlar kimligini deb ko'p odam aytadi. lekin har xil oiladan tushsanglar ham qanaqadir yaqin bo'lib ketdinglar xudoga shukur Allohga beadad shukur. xursandman Bizdan qo'shnilar ham havas keladi. Bunaqa o'g'sillar manimcha yo'qdir deyishadi endi. ha bultur muxtabar umraga ketganmidi anaqa tezlik bilan remont qildi-yu jo'lar uylarini endi ustalari bor kelin yosh bolali anaqa opoqi barno borib qo'ygan ekan opoqi man ishga ketayotgandim bu yerda bo'lib turasizmi qarashib turamiz ha ketaverman qarashib turaman deb o'sha yerda man xursand bo'ldim barno qopda osh ovqatiga qarashib birpasda ha juda xursand bo'ldim rahmat opoqi deb jo'lan ishiga ketibdi Anaqalar tuqqanda barno u yoqda o'tirib turdilar, bu yoqda ota ben chaqalog'ini kutib oldik. ha Barno qarab ha o'tirib turdilar yoqda. ha Men bo'laman deb bizada oyim Shunaqa. aytgandik, saniki maniki-yu degan narsa
quyilib ketdi. Baribir Mana chi? shu kelinlarimga shunaqa deyman. kerak bo'larkan hayotda shu aqlchilik bab yaxshi ekan. Sizlar o'sirlarni ko'rmam aytaman, ko'ryapsizlar mana. Mana shunaqa bo'linglar sizlar ham deb qo'yaman. Bo'lsin. Bo'lsin iloyim, ha. O'ziga yaxshi. Kamida sizlarday bo'lsin. Opa-singillik kelguncha mana shu o'sin yaraydi deyman. Sizlarni opa-singillik kelguncha yaraydi. Mana ham kechasi bolalarim issiq chiqardi. Biz doktorlik ketardik. Osipam bolalarini tashlab, meni bolalarim bilan birga kechasi o'tirib turardi. Shuning uchun deyman, mana shunaqa shu yerdagi uydagi odam kerak bo'ladi sizlarga deb. Yaqinda. Yaqini yaxshi ekan, yaqini yaxshi ekan baribir. Mana bunaqa qilardim deb bilagan. Chiqib yaqin bo'lsin deyurardim, nima qil. Mana o'zimizda mana shunaqamiz borib kelishga yaqin joy bo'lsa, yaxshi. Sizga ham shunaqa Men bo'ldi? doim shunaqa bo'ldi. O'z niyatga qarabda, oldin niyat yaxshi qilish kerak deyishadi-yu. Mayli, oxirigacha Men bo'lsin. hozir boraman. Hamma darrov yig'iladi. Lekin mana shu borib qaynagachalar gap topib kelganiga, shunaqalarga yo o'sirlar bir-birinikidan gap topib, gap kovlaganiga hayronla qolaman. Oyni tavsiyalar. Guli hech qachon men taraf bo'lmagan. Yo'q. Faqat kelin taraf bo'lgan. Kelinlar taraf bo'ladi bu. Kelinlarni yonini oladi. Gap ko'p. Endi xulosaga o'xshatib aytmoqchiman, aqlchilik yaxshi ekan-a. Bab aqlchilik bo'lsa, baraka ham bo'lar ekan. Shunaqa aqlli. Bizda onamda 10 ta o'g'il navara, 10 ta qiz navara bo'lgan. Xudoga shukr, ish qilib hammasi tinib tinchib o'tiribdi. Ahil, ayniqsa o'g'il bolalarimiz hammasi billa. Endi boraman, yayrab kelaman. Ota hovliga boraman, kichkinamiz qolgan. Rosa duo qilib kelaman. Ota-onam chiroqlarini yoqib o'tiribsizlar. Tanjoninglar sog' bo'lsin deyman, yolg'izinglar o'zidan ko'paysin deyman, ish qilib hamma yaxshi gaplarimni aytib kelaman. Bularnikiga kelaman, okamlarnikiga. Voy okam tanjonlari sog' bo'lsin, ularning baxtlariga, bizning baxtimizga keling, siz yaxshi yuring deyman. Diloramga boraman. Voy Diloram 4 ta o'g'il, 4 ta kelinni jamlab boshini bir joyga jamlab olib o'tiribsiz. Ish qilib navaralar, nechta navaralar ham ko'payib ketdi, Xudoga shukr. Hammasiga bosh bo'lib o'tiribsiz. Tanish sog' bo'lsin deb ularni duo qilib kelaman. Barnoni kelib duo qilaman. Shunchalik bolalaringizga bosh bo'lib o'tiribsiz deb navaralarga nechtasiga ular ham Qur'onlarni o'rgatyaptilar. Shunaqa zamonlar keldiki, hamma o'zi Qur'onga tushdi, o'zi billalashib o'tiramiz, xotira qilamiz, xotiralaymiz, eslaymiz, xatmlar qilamiz har doim, navaralarimiz xatmlar qilishyapti. Ota-ona o'ziga Xudoga behisob shukr. Doyoq davonda hamma jigarlarim, o'ziman duo qilganimda avvalambor yurt elli bolasi deyman. Yurt elli bolasini qatorida bizani bolalar, jigarlarimni bolalari deb Allohdan so'rayman. Hamisha shunaqa bo'lsin. Kelinlarim ham tanjoni sog' bo'lsin, hammaligini ota-ona o'zini Xudo rahmat qilib, joylari jannatda bo'lsin, Xudoyo. Siz ham bosh bo'lib yuring bizga. Har doim mana shunaqa sog' salomat. Yaxshida yuraylik. Bu yoqda Buxoroga ham sog' salomat bo'lsinlar, qo'sha qarib. Rahmat. Mana shunaqa doim birgalikda. Shunaqa yurishlarimiz ko'p bo'lsin. Yurishlarimiz bardavom bo'lsin. Bolalarimiz yuringlar, davringlar sizlarni yuradigan deyishyapti. Har yili bo'lmaganda 2-3 ta joyga yuborishadi. Chet ellarga yuborishadi, umra hajlarga yuborishdi, Xudoga behisob shukr. Bu yoq ham yaxshilik bo'lsin. Shunaqa birgalikda yurish nasib. Bolalarimiz ham bizdagi dov-davron surib yursin. Rahmat, baraka topinglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Sizlardan hali ko'p ibratli suhbatlar quramiz sizlar bilan birga. Rahmat. Sizlarning gaplaringlarni biz eshitishimiz kerak.